Dada, kompyuter olib bering. Dada, mashinangizni qaytarib oling. Maktabga o'zingiz olib borib qo'ying. Xo'p, o'zib qol. Dada, kompyuter olib berasizmi? Ha, ovqatimizni tez yeymiz-da, kirib darsimizni qilamiz. Ha? Bo'la qoling. O'g'lingizdan xafa bo'lmang. Men bolalarimizga sizni eng boy, eng kuchli, eng aqlli dada qilib tanitganman. Biznesingiz bankrot bo'lgan bo'lsa hech narsa emas. Muhimi sog'lig'ingiz. Agar siqilaversangiz kasal bo'lib qolasiz. Erkak kishi uyda o'tirish yaxshi emas. Mana buni oling. Ijaraga bo'lsa ham bitta mashina oling. O'g'lingizga kompyuter olib bering. Bu sizniki-ku? Ha, o'zingiz olib bergansiz-ku? Yo'q. Ololmayman. Bu qarz. Ishlaringiz yaxshi bo'lib ketgandan keyin joyiga qo'yib qo'yasiz. Siz erkak kishisiz. Oilamizni boshida kuchli bo'lib turing. Qaddingizni ko'taring. Dada, kompyuter olib berasizmi? Xo'p. Ertaga olib beraman o'g'lim.